Selam dostlar, yılның ең тылсымлы aya январь aya bara. Bugün men sizni bu qishda hechshiksiz ishlab ulgurishga kerakli shug'ullar bilan tanishtiracakman. Ketdik. Shugalaqqa barga qishki ko'ngil ochuvchi punktlar arasında eng muhimi shul. Shugalaqlar endi ko'pdan ochildi. Et yenilaringni, yeysa do'stlaringni olda buzga bas. Lekin sog' bo'l. Temir oyoqda sog' bo'l eng muhimi. Qo'l ishlari boshqarırga, ayıruşa o'zingga yılı oyuqbash beylerge öğrenirge. Beylev bik faydalı usul. Bunu kamil derecede o'zlashtirsang, kelajakda buning bilan oqcha ishlarga da mumkin. Qor atishib o'ynaw. Do'stlaringizni yoki yaratgan kishingizni qor bilan ko'migiz. Onlara kafeda qahva yeysa shay ichib yilinigiz. Bir necha yildan so'ng bu mezgillarni yoqti xotira etib esga tushirasiz. Fotiringizni, shkaflaringizni yig'ishtirib, keraksiz narsadan qutuling'iz. Yangi yilni yangi shishtablikdan boshlarga kerak. Buning uchun eski birlarni tashlarga kerak. Bu yilga yumg'oq yasarga, kelasi yilga planlar qurar uchun bu yilda bo'lgan narsalarni analizlarga kerak. Eng muhimi, kelasi yilga maqsadlar ham tilaklar yozarga unutmag'iz. Do'stlar, bugunga mana shular edi. Sog' bo'ling'iz.